Mana shu Dorbozadan kirganki har bir inson otalarmi, onalarmi, singillarmi albatta kirib 2 yoshga baxt saodat tilaydi. Baxtli bo'lsin. Seni yuragidan nimaniki tilasang, albatta shu bo'lg'usidir. Yaratganning va'dasi shunday. Umrlari uzoq bo'lsin, qo'shkelar bilan qo'sha qarisin. Mana shu kelin, mana shu gullagan yashnagan xonadonda yangi xonadon ekan. Mana shunday tog'larda, adirlarda chopib, mana shunday go'zal insonning qo'liga shunchalik chiroyli manzara qilib koshona qilishibdi. Shu koshonalarda ertalab saharlab turib shu supurgilarda olib o'zimizni o'zbekcha ko'chalarda ana shu supurgi ham ko'tarib kelishyapti bu yoqda. Kelin poshaga primer qilyapti-da, supurgini ko'tarib keladi. To'ylar muborak bo'lsin azizlar. To'yga keldik, to'y muborak. To'yga yangi uy muborak. To'yga kelgan aziz mehmonlar, xush kelibsiz, xush kelibsiz. Opajonlar videoga oling. Oshpaz aka oshni damlang, choypaz aka choyni damlang. To'yga kelgan aziz mehmonlar, xush kelibsiz, xush kelibsiz. Kuyov to'ra Alloh baxtingizni bersin. Tog'ayu amaki, amma xolalarni duolarini olingiz. To'yga kelgan aziz mehmonlar, xush kelibsiz, xush kelibsiz. Opajonlar tanovarga cholayimmi? Yo, dilxirojga chalayimmi? Guloyimga chalayimmi? Ammajonlar xush kelibsiz, xush kelibsiz. To'yga keldik, to'y muborak. To'yga yangi uy muborak. Hofiz Inomjon akaylar mana gullataman, yashnataman deb shay bo'lib turibdi. Tanovarga chalayimmi? Yo munojatga chalayimmi? To'yga kelgan aziz mehmonlar, xush kelibsiz, xush kelibsiz. O'zim har joydaman ko'nglim sanda. Qaramizda gullar ochilsin. Good.
var bir bana yaringe. Ağlaginam darıl aman külleri keldi nurları el bu küllerge yetkenler var yetmegenler var çal tarafta şeyler şerler sözleşer